Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi ochilimimiz mavzusi yaqin orada hayotingizga kim yoki nima kirib keladi. Ikkita pozitsiyasidan bittasini tanlaysiz va boshlaymiz. Birinchi pozitsiyamizni tanlagan insonlarimiz uchun avvalosi hayotingizga kim kirib keladi, buni ko'rib chiqamiz. Hozirgi paytda juda ham og'ir qiyinchiliklardan o'tyapsiz ekan va bu qiyinchiliklaringizda sizga yordam beruvchi inson kirib kelishi ko'rinyapti hayotingizga yoki hayotingiz davomida bu inson bor, bu yaqiningizdir, do'stingizdir, sevgan insoningizdir, turmush o'rtog'ingizdir, otangizdir, akangizdir, ukangizdir. Erkak kishi ko'rinyapti bu yerda. Sizga dastaklovchi, o'sha muammolaringizni yechimini topishida yordam beruvchi inson hayotingizga kirib kelayotgani ko'rinmoqda bu yerda. Bu sizga yordamchi bo'ladi. Sizni qiynayotgan muammo yoki yechilmayotgan, hal bo'lmayotgan ishingiz uchun bu inson sizga destekchi bo'lib yordam berishi ko'rinmoqda. Bu inson ozgina kibrli, o'ziga bino qo'ygan, ozgina egoistroq bo'lishi mumkin, no bu sizga yordam berishiga hech qanday xalaqit bermaydi. Ya'ni sizga yordam beradi bu inson. Endi esa nima kirib keladi? Nima kirib keladi? Taqdirda katta o'zgarishlar deyapti. Nima kirib kelishi taqdiringizni tubdan o'zgartirgan bir nuqta, bir vaqt, bir oraga kirib borayotganingiz ko'rinyapti bu yerda. Va aytayaptiki, bu taqdirdagi o'zgarishingizda boshida nima bo'lishidan qat'iy nazar, balki birdaniga boshida hamma narsa alt ust bo'lib yangidan boshlanishi mumkin. Ba'zan esa deyapti, shunchaki taqdiringizni birinchi qismidan ikkinchi qismiga o'tish bo'ladi. Taqdirda katta o'zgarish bo'ladi. Taqdiringizda katta o'zgarish bo'ladi. Boshida sizga hamma narsa qiyin tug'ilishi mumkin, lekin hamma narsa sizni foydangizga va xayringizga ekanligi ko'rinyapti bu yerda. Menga ham juda ham qiziq tuyuldi. Hammada har xil bu общий расклад, kimda qanday taqdirida katta o'zgarishlar bo'lyapti yoki bo'lib o'tdi. Keyinchalik bo'lsa ham bu narsa videoda ostiga kommentariyalarga yozib qo'ysalaring juda ham xursand bo'laman, chunki bu kamdan kam bo'ladigan narsalar insonlarda hayotining bir qismi bitib, yangi sahifa ochilib boshqa qismga o'tish kamdan kam bo'ladigan narsa. Lekin bu yangi hayot sizga juda ham yaxshi narsalar olib kelish ko'rinyapti. Boshida ko'zingiz yetmasligi mumkin, ishonmasligingiz mumkin, keyinchalik hayotingiz yaxshi bo'lib ketishiga, lekin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ikkinchi pozitsiyani tanlagan insonlarimiz uchun hayotiga kim kirib keladi? Hayotiga kim kirib keladi? Qarang. Hayotingizga kim kirib keladi deb so'ragan vaqtimda bu yerda ko'pgina insonlarimiz, birinchi kartamizda qiyinchiliklarga duch kelgan insonlar bor edi. Ikkinchi pozitsiyamizni tanlagan insonlarimiz tamomila o'ziga bo'lgan ishonchi tushib, depressiv holatga kirib qolgani ko'rinyapti. Bu vaqt ichkari sizga kuch bag'ishlovchi inson kirib kelishi ko'rinyapti. Bu kuch bag'ishlayotgan turgan inson oilalilar bo'layotgan bo'lsa, bu sizni turmush o'rtog'ingiz sizga kuch bag'ishlashini aytyapti. Agar yolg'iz insonlar bo'lsa deyapti, yangi juft hayotiga kirib kelib, sizga kuch bag'ishlab, o'sha ichingizdagi menni uyg'otib, o'sha ichingizda uxlab yotgan qo'rquvlaringiz, kelajakka bo'lgan ishonchingiz va hokazo ichingizda sizni nimaki dard qiynab yotgan bo'lsa, hammasini yechimini topishga yordam beruvchi kuchli bir inson kirib kelayotgani ko'rinmoqda. Xo'sh, nima kirib keladi? Ay, sen kamiding qizim. To'xta. Nima kirib keladi deb so'ragan vaqtimda xafa bo'lmaysizlar, mushugim juda yaxshi ko'radi shu stolimga yotishni. Nima kirib keladi? Aytayaptiki, yangi imkoniyat kirib keladi. Nimanidir rejalashtiryapsiz, o'ylayapsiz, lekin amalga oshmayapti. Sizga amalga oshishi uchun yo'l ochadigan sabablar kirib keladi deyapti.
ba'zi yorlarda qarorlaringizni ololmayapsiz ekan, o'sha qarorlaringizni olish uchun sizga turtki bo'ladigan umid kirib keladi hayotingizga, deyapti. Katta bir umid hayotingizga kirib kelmoqda. Bu umidda kirib kelgan vaqtda vaqt o'tkazmasdan hamma qarorlaringizni oling va hammasi yaxshi bo'ladi. Yangitdan hayotingizga bahor kirib kelishi ko'rinyapti. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.